Assalomu alaykum azizlar. Ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiyning Lisonut Tayr dostonini e'tiboringizga havola etamiz. Lisonut Tayr dostoni asosida yozilgan nasriy tabdil va izohlar mualliflari Manzar Abdulxayr va Abduhamid Pardayev. Suxandon Dilbar Vosiyeva, ijodiy hamkorlarim Jamshid Yoqubov hamda Aziz Sobirov. Bir 141 bob. Yana bir qushning hudhudga savoli. Yana bir savol beruvchi so'radi: ey baxtiyor zot, uning ishqini ixtiyor etib, nogahon uning vasli bilan shod xurram bo'lsam, undan yolvarib nima so'ray? Uning vasliga yetgan zamon avval undan nimani so'rashni bilmoqchiman. 142 bob. Hudhudning javobi. Hudhud shunday dedi: ey shiori xomlik, xush vodiysida beorom bo'lib aqlingdan ayrilibsan-da. Zotan faqat Parvardigori olam senga maqsadu maqsuddir. Undan o'zga bori yo'q nobuddir. Talabing muyassar bo'lsa, sevikli yoring visoliga yetdim deb bilgin. To yiroq ekansan, ko'ngling uni havas qiladi. Joningda undan o'zgaga talab yo'q. Oradan firoq ko'tarilib, uning visoliga erishsang, bundan ziyoda yana nima istaysan? Tanu jondan murod yolg'iz uning o'zidir. Undan o'zga yana qanday murod bo'lishi mumkin? Uni topgudek bo'lsang, boshqa tilaklardan ko'nglingni uz. Boru yo'g'ingni uning ishqi yo'lida baxshida qil. 143 bob. Hikoyat. Abu Said visol daryosiga g'arq saodatmand kishilardan edi. Uni vasf etishga aql ojizlik qiladi. Unga Harros, Maqsuduz laqabi nisbat berilgan. Kecha-yu kunduz ishi matlub bilan sirdosh bo'lish edi. Bir kun Makkada duo vaqtida bir guruh kishilar haqdan murod istamoqqa mayil qildilar. O'sha avliyo sifat kishilar haq sirlaridan ogoh bo'lib, taqvo va toat ibodatlar bilan haqni istab munojat qilishar, barchalari u dargohga oshno bo'lmoq uchun Ka'bani tavof qilar edilar. Lekin haqiqat xazinasining siri va vasl bog'i gullarining gulshani bo'lgan Abu Said bu paytda talab ahli ichra xomush, ko'ngli birlik jomidan behush edi. El duo o'qiyotgan paytda nogoh ularga qarab aytar edi: Allohim, xalq har nimaniki talab qilayotgan bo'lsa, men mashaqqat chekmasdan topishga erishdim. El seni o'ziga matlub deb senga yetishmoqni istaydi. Men esa seni allaqachon topganman. Bu holatim bilan go'yo seni qidirishdan ko'z yumgan kishiga o'xshayman. Men sendan bir nafas ham ayriliqda emasman. Zeroki topilgan narsani orzu etish bema'nilikdir. Men-ku vasling bilan maqsadimga erishganman. Bu talab ahlini ham murodiga yetkazgil. 144 bob. Yana bir qushning hudhudga savoli. Yana bir savol beruvchi dedi:
Ey bilimdon, bu safar ko'nglimizni jarohatladi. Endi yo'l yurib shoh bazmiga oshno bo'lsak, aytgandek, unga behad bebaho hadya ham olib borishimiz shart. Shohga qanday sovg'a ma'qul kelarkin, shundan bizni ogohlantirsang. 145-bob. Hudhudning javobi. Hudhud dedi: Bu juda o'rinli savol. Darhaqiqat, shohning oldiga biror sovg'a bilan borilsa, ayni muddao. Sovg'a uchun shunday narsa topish kerakki, u nihoyatda noyob, balki lal bilan bezalgan toza durdan ham qimmatbaho bo'lsin. Ammo u xazinada qimmatbaho narsalar shunchalik behisobki, ularning oldida har qanday dur gavhar ham o'z qadrini yo'qotadi. Uning qimmatbaho xazinalari deganimiz bu malaklarning toat va taqvolari, o'zini pok tutuvchilarning sharofatli nafaslaridir. U yerda tarki dunyo qilgan mo'minlarning ibodatlari bisyor. Taqvo-yu toat javharlari u yerda ziyodadir. Payg'ambarlar chekkan riyozatlar ham, avliyolar qilgan ibodatlar ham u yerda behisob. Bu yerda sharafga loyiq bo'lgan narsalar u yerda qora yer bilan barobar. Lekin faqat dardu g'am o'tida yonish u hasrat chekish eng yaxshi hadiya bo'la oladi. Bir zumlik g'amli oh tortishdan ortiq sovg'a bo'lmaydi. Chunki u joy izzat va ehtiyojsizlik koshonasi bo'lib, 100 tuman ming arshdan ham a'lo. Unda yuksaklik, istig'no va noz haddan tashqari ko'p. Faqat ojizlik va zaiflik bilan yolvorish topilmaydi. Sen o'zing bilan birga yolvorish va dard olib bor. Zor jismingni va g'amli joningni elt. Chunki bular u dargohda yo'q. Bechoralik va notavonlik bilan shohdan ularni qabul etishini so'ra. Agar sen o'zingni unga oshno qilmoqchi istasang, uning huzuriga yonish, dard va fano bilan bor. 146-bob. Hikoyat. Shohlar shohi bo'lgan buyuk podsho bor edi. U olam ahli boshida Alloh soyasi kabi edi. U quyoshdek porloq tosh sohibi bo'lib, undagi gavharlar yulduzlardek porlar, mulki ham kun chiqishdan kun botishga qadar yastangandi. Uning bir o'g'li bor edi. Bu ko'hna olam uning kabi azamat o'g'lonni hanuzgacha ko'rmagan edi. U husn osmonining yorug' yulduzi deyilsa ham, latofat qutichasining porloq gavhari deyilsa ham kam. U go'zallik tunini bezaguvchi sham va malohat gulshanidagi sarvinoz edi. Shoh uning husnidan olamga o't tushmasin deb uni bir qasr ichida saqlardi. Undan olamga ofat tushishini bilib, u otlanib chiqadigan yo'lni to'sib qo'ygan edi. U bir gulshanda maqom tutgan bo'lib, bog'aro xuddi tovusdek xiromon yurardi. Shoh uning tashqariga chiqishini man etganidan shu chamanda o'z vaqtini ayshda o'tkazish bilan qanoatlanardi. Nogahon shoh ajal jomini sipqorib, taxtini shahzodaga qoldirdi. Davlat xutbasi shahzoda nomiga o'qildi. Uning yuksak ismi bilan tanga pullar zarb qilindi.
Kunlardan bir kun ko'ngil ochish uchun mulkini tomosha qilmoqqa otlandi. Ot bilan javlon urib maydonga ofat solgani kirdi. Ot chopib maydonda nainki chavgon o'ynadi, balki xalq boshini go'y etib jon o'ynadi. Tulporini qaysi tarafga surgan bo'lsa, o'sha shahar va mulk ahlida g'avg'o to'polonlar boshlandi. Uni ko'rgan el devona yuzar, ishq domiga giriftor bo'ldi. Shoh ulug' ofatlarni solib, shamol kabi shitob bilan o'z gulshaniga qaytib ketdi. Shahar xalqi uning orqasidan g'avg'o chekib, "Ya Rab" deb ishqidan ohu faryodlarini ko'kka yetkazishardi. Ular shaharda qolmay, uning orqasidan ergashdilar. Hammalari uning qasr va bog'iga yetib kelishdi. Zolim shoh o'z mulkini xarob qilib, qasrdan pastga tushgancha xaloyiqga buyruq qildi. Bu g'avg'o ko'targanlarni har tomonga tarqatib yuboringlar, ketmaganlarni esa jazolang. Shoh mulozimlari qanchalik harakat qilmasinlar, odamlar baribir ketmadi. Ularning odamlarni tarqatish uchun qilgan barcha harakat va intilishlari foyda bermadi. Shahar xalqi boshdan oyoq telba bo'lib, balki telbadan ham ortiqroq ahvolga tushib, kecha-yu kunduz oshufta va devonavor holda shoh bog'i atrofida qaror tutdilar. Qari va yosh, rent va zohid, oliy va past tabaqadagi barcha olomonning ishi ishq va telbalik bo'lib qoldi. Shoh elning bu qiyin ahvolga tushganini ko'rgach, o'z holiga hayrati orta boshladi. Bu g'avg'oning poyoni yo'q ekanligini ko'rib, unga chora topish mumkin emasligini ham bildi. Xaloyiq qoshiga elchi yuborib, shu xabarni yetkazishni buyurdi. Mening ishqimga asir bo'lgan kishilarning hammasi biron kasb egasidirlar. Har kim o'z sohasida mahorat ko'rsatib, o'z hunarini ko'rsatsin. Barcha o'z hunari bilan shug'ullansin. Agar kimning ishi ko'nglimga xush kelsa, u kishini o'z mulozimim qilay. Uni bazmlarimda ulfatim etib, suhbatlarimda hamdardim va hamrohim qilay. Agar qilgan ishi ko'nglimga yoqmasa, bo'ynini uzib, ko'p azob uqubatlar bilan o'ldiray. Kasbi kori zulm bo'lgan shoh shunday hukm etdi. Oshiqlar oldida katta imtihon ko'ndalang bo'ldi. El uning va'dasidan umidvor bo'lib, o'z ishlarini bajarishga kirishdilar. Hamma fozillar, ilm hunar egalari barcha ishdan voz kechgan holda kecha kunduz tinmay harakat qilib, shoh buyurgan ishga mashg'ul bo'ldilar. Olim kitob yozmoq niyatida, bastakor yangi kuy yaratish istagida bo'ldi. Shoir zamona shohi nazar qilishga arzirli madhiya yozishga urindi. Munshi men yozgan nomani shoh pisand etarmikan degan o'y bilan qalam olib, shohni vasf etishga kirishdi. Zargar o'z hunarini ishga solib, shohga loyiq oltin kamar yasamoqchi bo'ldi. Kiyim tikuvchi o'z ustaxonasiga borib, shoh kiyishi uchun zarbof to'n tikmoqqa ish boshladi. Duradgor shunday bir taxt yasayki, bu taxtga saodatli shoh chiqib o'tirsin degan o'y bilan taxt hozirlashga kirishdi. Kamon yasovchi yoyim zora shohga yoqib tushsa deb o'z san'ati bilan band bo'ldi.
O'qchi ham ehtimol bu shoh ko'ngliga xush yoqar degan ilinj bilan zahmat chekib o'q yasashga kirishdi. Xullas, shahardagi katta-yu kichik barcha kishilarning har biri qilgan ishim zora shohga ma'qul tushib, u meni o'z mulozimligiga chorlasa degan niyatda o'z ishiga zo'r berdi. Ular o'zlari chekkan shuncha mashaqqatlari natijasida o'z ishlari bilan shohga yoqib, murod maqsadlariga erishmoqchi bo'ldilar. Xalq qilgan ishlarni ko'zdan kechirish uchun shoh bir kecha o'z saroyidan chiqdi. Bir ikki xizmatkor mahrami bilan xuddi o'g'rilar kabi xufiyona shaharga yo'l oldi. Shu tarzda u el qilgan ishlarni birma-bir ko'rib chiqdi. U oliy sifatli shoh qaysi bir ishga nazar tashlamasin, o'ziga o'zi bundan bizning xazinamizda ham bor, balki u yerda bundan yaxshirog'i ham bisyor deb aytar edi. Yura-yura oxiri u bir g'arib bechora turgan joyga yetishdi. Bu kishi oshiq bo'lib, nihoyatda ozor chekkan, aftoda bir holatda edi. Ishq uni jonidan noumid qilgan, hajr bedodi sevgan kishisidan umidsiz bir ko'yga tushirgan edi. Bu notavon har zamon bag'ridan tomayotgan qonlarni ko'zidan har tomonga oqizardi. Ko'zdan oqqan qon yoshlari bilan to'proqqa belangancha yotar, bu mushkul holatida qiynalgan ko'ngli yarim so'yilgan qushdek iztirob chekardi. Har dam o'zgacha bir nola-yu afg'on qilar, u chekkan ohu nola va faryodidan el ko'ngli buzilardi. Ishq tig'i xasta ko'nglini chok etgan, ko'nglidan o'zligini siqib chiqargan edi. Ishq javridan u shunchalik uqubat chekkan ediki, hatto butun bor budi yo'q bo'layozgan edi. Bu fano uni tuproqqa og'ushta qilib, hatto badanidagi har bitta tukka 100 shikast yetkazgan edi. U shu holatida o'ziga o'zi derdi: har kimsa o'z sohasida g'ayrat bilan mahorati kamolatini ko'rsatadi. Ertaga ular shoh bazmida qatnashib, shoh ularning har biriga lutfu marhamatlar izhor etadi. Menda esa ohu dard chekishdan bo'lak o'zga tuhfa yo'q. Men ularga qanday qilib sherik bo'la olaman? Shohda yo lutf bo'ladi, yo siyosat. Koshki men bechoraga ham u o'z saroyiga borish uchun ruxsat bersa. Ammo uning lutfu ihsoniga loyiq emasman. Hatto qahriga ham arzimayman. Koshki u qahri tig'ini surib, o'z qilichini bo'ynimga yetkazsa, menga shu sharafning o'zi kifoya qilardi. Bundan o'zga maqsadim ham yo'q. Lekin men shunchalik e'tiborsizmanki, hatto meni qatl qilishiga ham ishonchim komil emas. Evoh, mendagi dardu alam kuchayib, halokatli tus olmoqda. Bundan o'z holimga motam tutmoqdaman. Shoh bu g'arib ahvolni ko'rib, g'aribi zordagi bu aftoda ahvol ko'ngliga qattiq ta'sir qildi va mehri tovlanib, bu vayrona kulbaga quyosh kabi kirib keldi. Unga lutf ko'rgizib, ko'nglini ovladi. Balki ruhini jismining uyidan quvlagandek bo'ldi. Bechora oshiq bu ahvolni ko'rgach, cheksiz hayratidan gung va lol bo'lib qoldi. Ko'ngli bu quvonchga bardosh bera olmay, mehmon huzurida o'z jonini tortiq qildi.
Bilgilki, bu xil o'lmoq jondan ham yaxshiroqdir. Nayinki jon, balki ming tirik hayotidan ham afzalroqdir. Agar kishiga bu xil o'lmoqlik nasib etsa-yu, u o'z jonidan voz kecha olmasa, u odam sanalmaydi. Ishq aro bu yonish va kuyish uning ruhi shamini porlagan mash'alga aylantiradi. Ko'rki, ko'z yosh to'kib kuygani tufayli sham qorong'u kechalarda quyoshning o'rnini bosadi. Ey foni, agar maqsadga yo'l topmoqchi bo'lsang, chekish, yonish va dard bilan o'zingni xursand qil. Siz Alisher Navoiyning Lison-u Tayr dostoni asosida yozilgan nasriy tabdilni tingladingiz.